Salom do'stlar, Muhammad Ism Official kanaliga xush kelibsiz. Hozirgi darsimizda sizlar bilan kompyuterda o'yin qilishni o'rgataman. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, like knopkasini bosishni unutmang. Demak, biz videoni ko'p cho'zmasdan boshladik. Do'stlar, birinchi navbatda bizga konstruktor class degan dastur kerak bo'ladi. Bu dasturni bemalol Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Birinchi navbatda mana shu konstruktor class degan dasturni ochamiz va bu yerda fayl bo'limidan new direct degan ustiga bosamiz. Va siqonchamizni 2 marta mana shu o'rtasiga borib turib chip tugmasini 2 marta bosib, mana bu yerdan sprite ni belgilaymiz. Va bu yerdan doira rasmini chizib olamiz. Doira rasmini chizib olib, cropni ustiga bosib deb chiqamiz. Va buni baskaga tushirib behaviors degan joyda adresidan platforma beramiz. Va bu yerda mana shu bo'limga o'tib, bu yerdan jump degan joyni spec qilib qo'yasizlar. Va bu yana siqonchamiz chetga olib kelib turib, 2 marta bosib tiled backgroundga kiramiz. Bu yerdan turburchini rasmini chizamiz. Cropni ustiga bosib yana da qilamiz. Va buni yana o'zingizlar katta kichkina qilib olasizlar. Mana shunaqa qilib momentiga qo'yib chiqamiz. Birinchidan bitta, ikkita va momentiga 3 ta bo'ldi. Qiladigan ishimiz mana shuni ustiga bosamiz, adjust degan joydan so'liga bitishga qilib qo'yasizlar. Hop, endi orqa fonni o'zgartirib olamiz. Bu yerdan layout color degan joydan momentdan xohlagan ranglarni qo'yasizlar. Ochroq qo'yamiz. Hali endi o'yinimiz sinash uchun mana kompyuter belgisini ustiga bosamiz. Va bizning mana o'yinimiz tayyor bo'ldi. Voy. Hop, mana sal mametiga, buni botiga, buni mametiga qo'yamiz. Hop. Mana bizning o'yinimizdan tayyor bo'ldi. Endi buni kompyuterimizga saqlab olamiz. Birinchi fayl bo'limidan save bo'limiga bosamiz. Bu yerdan sizlar qayerga saqlanib qilmoqchilar o'sha yerga belgilaysizlar. Men masalan D diskga, F diskga saqlanib qilmoqchiman. Mana buni o'chiramiz. Bu yerga mening birinchi o'yinim deb saqlanib beramiz. Mana o'yinim. Bu yerdan saqlanib ustiga bosamiz. Va bu yerdan biz bemalol chiqib ketishimiz mumkin. Men kompyuter ochamiz. Va diskga kirsak, mana bu yerda dastur o'yinimiz turibdi. Xo'p do'stlar, bugungi video mana shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.